Duo qilayotganda shu narsalarni unutmang. Ko'pchilik duoni to'g'ridan-to'g'ri so'rash bilan boshlaydi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga boshqacha yo'lni o'rgatganlar. Bir kuni bir kishi duo qildi, lekin Allohga hamd aytmadi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytmadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Bu kishi shoshildi. So'ngra dedilar: Sizlardan biringiz duo qilsa, avval Allohga hamd aytsin, keyin payg'ambarga salovat aytsin, so'ngra duosini qilsin. Abu Dovud Termiziy rivoyati. Yana bir rivoyatda aytilgan: Har bir duo osmon bilan yer orasida to'xtab turadi, toki payg'ambarga salovat aytilmaguncha. Termiziy rivoyati. Shuning uchun duoni shunday boshlash kerak. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli ala Muhammad. Keyin qalbingizdagi barcha narsani so'rang va duoni yana salovat bilan yakunlang. Ulamolar aytadilar, salovat bilan o'ralgan duo qabul bo'lishga yaqinroqdir. Bu kichik amal, lekin juda katta natija beradi. Inshaalloh.